Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun darsimizni boshlaymiz. Eslatib o'taman. Um, Darsimiz mavzulashtirilgan matematika to'plamidan geometriya bo'limini boshlaganmiz. Navbatma-navbat mavzularni o'tib keldik. Hozirgi to'xtagan mavzumiz uchburchakka tashlangan aylana mavzusi bo'ladi. Birinchi videoni yozdik. Mavzu bo'yicha kerakli ma'lumotlar berildi va o'sha to'plamdagi 1dan 20gacha bo'lgan masalalar ishlangan edi. Endi bugungi video darsimizda navbat keyingi masalalar, ya'ni 21-masalasidan boshlab ishlashni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, 21-masalaga keladigan bo'lsak, masala shartida to'rtburchak uchburchak katetlaridan biri 6 ga, uning qarshisida yotgan burchagi pi taqsim 6 ga, ya'ni 30 gradusga teng. Shu uchburchakka tashlangan doira yuzini toping deyapti. Xo'p, Hop, buni ham chizib olamiz. Masala shartiga ko'ra doira deyilgan. Boshqa rang chizdim. Va to'rtburchak uchburchak katetlaridan biri 6 ga teng ekan. To'rtburchak uchburchak chizishga harakat qilamiz. Yapti. Chizishga harakat qilamiz. Ana endi to'rtburchak uchburchak burchaklardan biri pi taqsim 6 deyilgan. Keling, mana burchakni pi taqsim 6 bilan belgilasak. Pi taqsim 6. Hop, uning qarshisidagi yotgan tomoni esa, demak, mana 6 ga teng, uning qarshidagi burchak esa pi taqsim 6. Shu uchburchakka tashlangan doiraning yuzi topilsin deyilyapti. Demak, bilamiz to'rtburchak uchburchak bo'lganda e, doiraning markazi yoki aylananing markazi gipotenuzani o'rtasida bo'ladi. Hop, bu 30 gradus qarshisidagi katta gipotenuzani yarmiga teng. Bu degani mana bu yoq 12. Hop, diametr 12 bo'ladigan bo'lsa, radius shu 12 ning yarmi bo'ladi. Demak, 6 bo'ladi. Doiraning yuzi yer kvadrat edi. Bundan kelib chiqadi. Ko'paytirilgan 6 ning kvadrati. Javobimiz 36. 36 degan javob C javobga to'g'ri keldi. Hop, 36 pi C javob mana sen belgilab qo'ying. Keyingi masalamiz. 21-masala mana shunaqa ishlandi. 22-masala. MN vatar radiusi 8 ga teng bo'lgan aylanani bir-biriga teng bo'lmagan ikkita yo'lga ajratadi. Hop, mana aylana chizib oldim. Mana endi N vatar deyilyapti. Mana N vatar. Hop, MN ning uzunligi 8 ga teng ekan. Va bir-biriga teng bo'lgan ikkita yo'lga ajratadi. Demak, mana kichkina yo'l va katta yo'l. Tushunarli. Bu vatar kichik yo'lning ixtiyoriy nuqtasidan 120 gradusli burchak 120 gradusli burchakda ostida ko'rinadi. Demak, mana bu burchakni chizsam hozir, burchakni chizsam, mana burchak 120 gradus bo'ladi. Unda mana bu katta yo'limiz 240 gradus bo'ladi. Hop, endi vatarning ha, n 8 ga tegmas ekan. Bizda radiusi 8 ga teng bo'lgan doira deyilgan ekan. Aylana kelib. Mana bu 8 aka bo'ladi. Tak. ON. ON 8 ga teng. Bizda MN ning uzunligi so'ralyapti. Hop. Tak. Bu hozir belgilaydigan bo'lsa, mana bu N, mana buni M deb belgilab qo'ying. Yoylani. Hop, mana bunaqa bo'ladi endi.
M, tak, eng kichkina m, m yoyimiz 120 gradus. Chunki katta yoyimiz 240 edi-ku, 240dan 240 chiqish uchun 160dan 240, yo'q, 120 chiqish uchun 360dan 240dan ayirishimiz kerak. O'z-o'zidan mana shu MN yoy 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu markaziy burchak ham 120 gradus bo'ladi. Mana burchak ham 120 bo'ladi. Hop, demak bu 8 bo'lsa, mana bunaqa teng yo'li to'rtburchak, uchburchak bo'lyapti. Orasidagi burchakni kattaroq olib, to'rtburchak burchakka o'xshasin. Mana, mana bu 8, bu 8, bu 120. Ana kosinuslar teoremasidan foydalansak, bu 8 iltifosi 3 bo'ladi. Ya'ni orasidagi burchak 120 teng bo'lgan teng yo'l uchburchakni o'sha katta tomoni 8 iltifosi 3 bo'ladi. Xolisini buni x deb olib, n ni anaqa yozib olsak bo'ladi. N barobar iltizosida 8 kvadrat plus 8 kosinuslar teoremasini qo'llanamiz. X ko'paytirgan 8 ko'paytirgan 8 ko'paytirgan kosinus 120 gradus. Shundan foydalansak ham bo'ladi. Biz bu masala ishlaganmiz, o'shani qo'llab oldik xolos. 64 qo'shilgan 64 minus 2 ko'paytirilgan 64 ko'paytirilgan minus 1 taqsim 2. Kosinus 120 gradusda minus 1 taqsim 2. Shundan foydalansak, bu bilan bu ketadi. Tak, 64dan 3 ta bo'ladi. 64dan 8 chiqadi. Shundan yetishmay qoladi. Bu 8 iltizosi javobimiz bo'ladi. Bizda D javobga to'g'ri keladi masalamiz yechimi. 22-chi masalani yechimi mana shundan iborat. 23-chi masalaga o'tamiz. Doiraga chizilgan uchburchakning bir tomoni uning diametriga teng. Doiraning yuzi 289 pi. Uchburchak tomonlaridan birining uzunligi 30 ga teng. Shu uchburchakka chizilgan doiraning yuzi so'ralyapti bizdan. Hop, doira chizaylik mana. Kattaroq chizdim. Ana endi mana bu yerda chizilgan uchburchakning bir tomoni deyilyapti. Bir tomon diametr bo'ladigan bo'lsa, bu to'rtburchak uchburchakligidan darak beradi mana. To'rtburchak uchburchakligidan darak beradi. Bundan foydalana qolamiz shekilli. Uchinchidir. Uchburchak deylik. Mana bu burchagimiz ichini olib tashlaylik. Ana endi doiraning yuzi 289 pi deyilyapti. Hop, bizdan diametr bo'ladi. Radius bo'ladigan bo'lsa, r kvadrat 289 deydi. Nima kelib chiqadi? R kvadrat 289 bo'ladigan bo'lsa, radiusimiz 17 ga teng kelib chiqadi. Radius 17 ga teng. Hop, radius 17 ga teng bo'ladigan bo'lsa, yana nima so'ralyapti bizdan? Uchburchak tomonlardan birining uzunligi 30 ga teng ekan. Hop, A tomon kelib 30 bo'lsa, biz bemalol nimani topolsak bo'ladi endi. Bir tomon topolsak bo'ladi.
Chunki diametr 34 bo'ladi. Mana burchagi gipotenuzasini hisoblasam, diametrga teng bo'ladi, 34 bo'ladi. Mana uni do'lni topib olsam, 34 kvadratidan 30 kvadratini ayirishim kerak. Hop, bu 364 ayirsam 4. Natijada 16 chiqadi. Hop. Mana endi ichiga chizilgan doiraning yuzi so'ralyapti. Nimani ichiga, demak mana shu uchburchakning ichiga doira chizilgan ekan. Ha, ana shuni yuzi so'ralyapti. Buni rangini boshqacha rang qilamiz. Ha, böyle bakalım. Çizilmenin radyosu kichkinalari bo'ladi. Hop, doira o'zi pi r kvadrat ichidagi doirani o'zi. Bizga hozir r kerak, ya'ni kichkina r radius. Bu degani a plus b minus c taksi 2 degani. Hop, hammasi bor, a ham bor, b ham bor. A 37, b 16, c esa 34. Hop, natijada 46 dan 34 ayirsam 12 bo'ladi. 12 ni 2 bo'ladigan bo'lsa 6. Radius 6 chiqdi. Bu bemalol doiramizni topish imkoni bor. Doiramizni pi r kvadratiga pi to'qqiz kvadrati 36 pi beradi. Mana masalani yechimi. Keyingi masalamiz 24-chi masala. Uchburchakning burchaklari 45 va 60 gradusga teng ekan. Burchakning burchaklari qaytaraman 45 va 60 ga teng ekan. Unga tashlangan radiusi r ga teng. Burchakning yuzini toping. Hop. Birinchi aylanib chizib olaylik. Mana uchburchakning burchaklari 45 va 60. Ichiga ham uchburchak chizishga harakat qilaman. Burchaklarni qadam chizaman. Chegarasiga tushmayapti-da. Mana shu uchburchak. Bitta burchagi 45 ekan, bittasi 60 ekan. Mana 60 bo'lsa, mana 45 bo'lsa. Hop, unga tashlangan radiusi mana radiusi r. Hop, uchburchakning yuzi so'ralyapti. Hop, burchakning yuzi. Buni buni bo'lib oladigan bo'lsak, buni bo'lib oladigan bo'lsak, quyidagicha. Burchak yuzini topish uchun
bir taqsim 2 a ko'paytirilgan b ko'paytirilgan sinus 60 gradsdan foydalansak bo'ladi. Bak, sinus 60'imiz ilzosi 3 taqsim 2'ye teng. Buni 1 taqsim 2 ilzosi 3 taqsim 2 a ko'paytirilgan b. Yana yozadigan bo'lsak ilzosi 3 taqsim 4 a b. Endi hozir oldingi masala a bilan bni topish. Hop, to'g'riroq a bilan bni radius bilan bog'laymiz. Birinchisi, demak, sinuslar teoremasidan a'ni topishim uchun a barobar 2r sinus 45 gradsdan foydalansam bo'ladi. Chunki a'ni qarshisida 45 gradus turibdi. Bundan foydalansam 2r sinus 45 gradusda ilzosi 2 taqsim 2 qisqarib ketsa r ilzosi 2 bo'ladi. Hop, a'ni topdik. Yana endi b kerak. Bni topish uchun bizga mana burchak kerak bo'ladi. Bu burchak 75 bo'lyapti. Chunki 60 ga 45 qo'shsak 105, 180 ni qilsak 75 bo'ladi. Hop, ana endi bni topishning uchun esa 2r sinus 75 ni hisoblashim kerak. Hop, sinus 75 jadvalimizda yo'q edi. Shuning uchun yarim burchak formulasidan foydalansak bo'ladi. Ya'ni 1 minus kosinus 150 gradus taqsim 2. Hop, 2r 150 gradusda ilzosi 3 taqsim minus ilzosi 3 taqsim 2 kosinus. Demak, shunda 1 plus ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi, taqsim 2. Yana davom ettirsam, uni mahraj bersam, demak 2r ko'paytirilgan 2 plus ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. Ikkilar qisqarib ketsa, ana uni erosiyonidan qutqaradigan bo'lsam, r ko'paytirilgan 4 plus 2 ilzosi 3 taqsim 2 bo'ladi. R ko'paytirilgan natijada ilzosi 3 plus 1 kvadrat bo'ladi tepa. Pastga esa 2 ni o'zi qolib ketadi. Shunda ilzosi 3 plus 1 taqsim ilzosi 2 bo'lyapti. Hop, endi mana shu a bilan b ni niqasini olib borib qo'yamiz endi. Uchburchak yuzini topishga. Hop, shunda s uchburchak barobar ilzosi 3 taqsim 4. A ni o'rniga r ilzosi 2 ni qo'yamiz. Narigisini o'rniga esa ilzosi 3 plus 1 taqsim ilzosi 2 ko'paytirilgan. Ilzosi 2 bilan qisqarib ketsa, ilzosi 3 ko'paytirsam 3 plus ilzosi 3 bo'ladi. Taqsim 4 ko'paytirilgan radiusli kvadrat. Mana shu javob masalamiz uchun bo'ladi. Demak, Y javobga to'g'ri kelyapti masalamiz uchun. Y javob. Hop, 24-masala yechimi shunaqa. Mana endi 25 ga o'tamiz. 25 da teng yo'l uchburchakning asosi 12 ga, balandligi 3 ga teng. Unga tashlangan aylana diametri topildi. Ishladik bunaqa masala. Mana formula tushadi. H minus r kvadrat plus a taqsim 2 ning kvadrati barobar r kvadrat. Shunga ko'ra, demak, masalaning yechimini o'zingizlar mustaqil ishlab topasizlar. 25-masala ketdi. Endi 26-masalamiz. 26-masalada katetlari 20 va 21 ga teng bo'lgan to'rtburchak uchburchak ta'siriga aylanadi. Katetlar berilsa gipotenuzani topish mumkin. Gipotenuzani yarmi radius beradi. Bemalol aylana radiusini topish imkoni bo'ladi. Mustaqil ishlashga qoldirdik 26. Endi 27-masala. Hop, asosdagi burchagi alfa ga teng bo'lgan teng yo'l uchburchakka ichki va tashqi chizilgan aylana radiuslarining nisbati topilgan deyapti. Hop, aylana chizishga harakat qilamiz. Mana aylana asosdagi burchagi alfa ga teng bo'lgan teng yo'l uchburchak chizilgan. Teng yo'l uchburchak. Mana teng asosiy burchak alfa bo'ladi. Shunda mana burchagi uchinchi burchak kerak emas menimcha. Tashqi chizilgan aylana radiusi deb bo'ladi. Ana endi shu uchburchakka aylana ichki chizilgan ekan. Hop, radius bo'ldi.
Yan tomonlarda bo'ladi bizda, mana bu ani keladi. Hop, foydalansak, radius bilan bog'lasak, ko'cha tomonini, demak, b barobar 2r sinus alfa bo'ladi. Radius topadigan bo'lsak, em, radius topadigan bo'lsak, bni x sinus alfaga bo'lamiz. Hozircha, demak, tashqilga aylanan radiusini uchburchak tomoni bilan bog'ladik. Ana endi chizgiga aylanan anaqasini topishimiz kerak bizga. Radiusini topishimiz kerak. O'sha uchburchak, hop, aylan chizib oldik. Kichikroq chizaylik. Mana endi shunga o'sha uchburchakni chizib olaman. Mana o'sha alfa, bu ham alfa. Hop, bizda radius bu b, bu b, bu a. B balandlik tushirsam, bitta o'tadi. Mana a taqsim 2 qoladi. A taqsim 2. Hop, bog'laydigan bo'lsak endi. Hozir alfa bilan bog'laydigan bo'lsak, mana bu uchburchakka ko'ra, mana bu uchburchakka ko'ra. Hmm. Yo'q, demak, yopishgan katet bo'ladigan bo'lsa, kosinus alfadan foydalansam bo'lar ekan. A taqsim 2 ni bga nisbati kosinus alfa keladi. Hop, demak, A taqsim b barobar 2 kosinus alfa. Shunga kelib turibdi. Hozircha bu ham kerak bizga. Mana endi A ni men topishga harakat qilishim kerak. Radius bilan bog'lash imkoni bo'ladi. To'rtburchak, uchburchak deydigan bo'lsak, mana bu ham radiusda bizda endi. Hop, bundoq tushirsam, endi mana bu uchburchakka qarayman endi. Boshqa rangda chizaman. Mana bu uchburchakka qarayman. Uchburchakka qarasam, chizib olishga harakat qilay shuni. Bitta uchburchakni chizib olaymi? Ko'rinadi shunda. Hop, shunda mana bu alfa taqsim 2 bo'ladi. Mana bu a taqsim 2, mana bu radius bo'ladi. Hop, bog'layman endi. Demak, katetlar orasidagi bog'lanish r ni a taqsim 2 ga nisbati barobar sinus alfa taqsim 2 bo'ladi. Hop, o'rniga qo'yadigan bo'lsam, a taqsim a barobar 2r taqsim sinus alfa taqsim 2. Endi shuni olib borib netga olib qo'ysam. Hop, nima bo'ladi endi? 2r taqsim sinus alfa taqsim 2 tepada, pastda b barobar 2 kosinus alfa. Hop, radius topadigan bo'lsam, pastga tushmoqchi 2 ketadi. Radius barobar b ko'paytirilgan sinus alfa taqsim 2 ko'paytirilgan kosinus alfa. Buni borib qo'yaman endi. Bizdan nima so'ralgan edi? Ichki va tashqi radiuslar nisbati so'ralgan. Mana bu so'ralgan. Hop, o'rniga borib qo'ysam,
Hop, R taqsim kichkina radiusni katta radiusga nisbati tepada P tanglis alfa taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus alfa. Makrajda esa qanaqa edi? B taqsim sinus alfa. Blarni qisqartirib yuborsak, tanglis alfa taqsim ikki ko'paytirilgan kosinus alfa ko'paytirilgan sinus alfa. Sigadir ikki yandan, ikki sinus alfa. Ha, bu ikki bo'ladi. Va mana bu ikkalasi sinus ikki alfani beradi. Qanasi alfa taqsim ikki ko'paytirilgan sinus ikki alfa. Mana shu javob bo'ladi, masalan, uchun. Hop, sinus ikki alfa ko'paytirilgan tangs alfa taqsim ikki. Demak, A javobga to'g'ri keladi. Hop, 27 mana shunaqa ishlamar ekan. 28 ga o'tamiz. Hop, 28 da aylanaga chizilgan burchakning bir tomoni uning markazidan ha, markazdan o'tar ekan, qolgan tomonlari esa markazidan 3 va 3 ildiz 3 ga teng masofada o'tadi. Aylana radiusini toping. To'g'ri burchak uchburchak chizilgan ekan, chunki ikkita tomoni markazdan o'tadigan uchun qo'rqmasa to'g'ri burchak uchburchak chizsak bo'ladi. Hop, chizilgan uchburchakning bir tomoni uning markazdan qolgan tomonlari esa markazdan 3 va 3 ildiz 3 ga teng masofada o'tadi. Mana bu burchak ekan bizda. Mana bu 3 ildiz 3 ekan. 3 ildiz 3 ekan. Hop, mana endi. Mana buni x deb olamiz. Mana buni y deb olamiz. Bu yerda o'xshash uchburchaklar paydo bo'ldi. Mana bu uchburchak bilan katta uchburchak o'xshash. Bu uchburchak bilan yana katta uchburchak o'xshash bo'ladi. Chunki burchaklar teng bo'ladi. Bundan foydalansak endi. Shundan foydalansak. Burchak, uchburchak. Mana bu radius bo'ladi bular. Uchburchak o'xshash. Perpendikulyar bo'ladi-ku. Ikkita uchburchak o'xshash bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilamiz? Y ga mos tomoni bizda Y ga mos tomoni uchburchaklar bo'yicha y taqsim 3 ildiz 3 bo'ladi. Barobar radiusga nisbati bo'ladi. Ya'ni 1 bo'ladi. Buni y topish imkoni bor. 3 ildiz 3 ga teng kelib chiqadi. Xuddi shunaqa x mana endi 3 ga nisbati teskarisini olamiz. Chunki narigi uchburchak bo'yicha olyapmiz. Ya'ni 3 ni x ga nisbati bo'ladi. Yana radiusga nisbati. Ya'ni gipotenuzga nisbati. Ya'ni 1 bo'lib, bunda x qiymati 3 ga teng kelib chiqadi. Hop, demak, mana bu 3 ildiz 3 edi o'zi. Bu o'zi 3 edi. Chunki anaqa perpendikulyar bo'lgandan keyin va anaqadan to'rtburchak tomonlari bo'ladi. Shunda a bizda 3 plus x bo'lardi, b esa 3 ildiz 3 plus y bo'ladi. Hop, buni bemalol a bni yozib olsak bo'ladi. A bizda 3 plus 3 bo'lib 6 ga teng kelib chiqadi. Va esa 3 ildiz 3 plus 3 ildiz 3 bo'ladi. Hop, bu esa 6 ildiz 3 beradi. Buni so'ralganimizda aylana radiusini toping. Hop.
uchburchak, to'rtburchak uchburchakning gipotenuzasini topishdan foydalanamiz. Ya'ni gipotenuza barobar a kvadrat plus a kvadrat plus b kvadrat edi. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, 6 kvadratiga 6 yuzasi 3 kvadratini qo'shib kerak. Ya'ni 36 ga 8 ni qo'shadigan bo'lsam, 144 bo'ladi, 12 bo'ladi. Demak, radius 6 ga teng kelib chiqadi. Radius 6 ga teng ekan. Demak, bizda javobimiz A javobga to'g'ri keladi. Masalan, yigirma sakkizinchi masala ishlab bo'lindi. 29 ga o'tamiz. 29da ABC uchburchak aylanaga chizilgan. AB tomoni 24 ga teng ekan. Hop. Va aylana markazi shu tomonda 5 birlik masofada yotadi. Aylananing radiusini toping deydi. Harakat qilamiz. Aylanamiz. ABC uchburchakni chizamiz. ABC uchburchagimiz. Hop, aylana markazi AB tomoni shu tomondan 5 birlik masofada yotadi. Hop, bizda mana bu A va C bo'lsin. Mana uzunlik, mana uzunlik 5 ekan. 24 mana 5. Hop, 5 birlik masofada yotadi. Bu degani shu ta'rif keltirganidek perpendikulyar bo'ladi va tengga bo'ladi. 12 12 bo'ladi-da. Mana bular. Hop, bunda tushirsam bu ham radius bo'ladi. Bu ham radius. Hop, mana bu yerda uchburchak paydo bo'lyapti. Burchakni chizib olsam, tayyor. Aylana radius so'ralgan. Mana bu uchburchak paydo bo'lyapti bizda. 5. Hop, mana bu 5, mana bu 12, mana bu radius so'ralyapti. Pifagor teoremasidan osonroq tavsiya etaman. Radius barobar 5 kvadratiga 12 kvadratini qo'shish kerak. 13 ekan bu. Bu ham oson ishlanadi. Hamma gap chizmada, chizmani to'g'ri chizib olsak, demak, oson masalani yechishimiz mumkin bo'ladi. Hop, 30-masalamiz. Teng yo'lli to'rtburchakli uchburchak radiusli doiraga ichki chizilgan. Boshqa aylana bu uchburchakning katetlariga va birinchi aylanaga urinadi deyiladi. Xo'sh, bundan qadar foydalanib chizamiz. Aylanamiz. Bunga endi to'g'riburchakli uchburchak chizilgan. Teng yo'lli to'g'riburchakli uchburchakdan tashqari. Mana qilib chizsak bo'ladi. Bu ikki chizishlar ko'tariladi. Teng yo'lli to'g'riburchakli uchburchak. Mana bu A bo'lsa, bu ham A bo'ladi. Bu mana radius markazi. Hop, ana endi shuni ichiga yana bitta aylana shunaqa chizilganki, mana bu tomoniga va bunaqaga urinadi. Tomonlariga va mana bu aylanaga ham urinadi.
Bas mana shu aylanamiz. Tak, buni ichini qo'ydik. Ko'rinsin uchun. Videoda urinyapti. Hop, bu turnovchi aylanani nimasi? Markaz. Bunda radius bo'ladi, yani kichkina radius. Hop, mana bizda katta radius. Orasidagi masofani mana yashil rangda belgilayman. Tushirsam, hop, buni mana bu kichkina bunaqani x deb ola qolaman, osonroq bo'lishi uchun. Yoki bo'lmasa buni mana bunaqa yozsam bo'ladi. Bunaqa yozsam bo'ladi. R minus R. Chunki mana bizda R bitta, mana bu hammasi katta R. Kichkina kesmachani olib tashlasam, namgacha bo'lgan masofa kichkina R. Mana shuni hisobidan kichkina kesmacha bizda R minus R bo'ladi. Hop, endi mana bu yerda e, kvadrat hosil bo'lyapti, ko'ryapmiz. Mana bu shunda R bo'ladi bizda. Mana bu ham R. Hozir a'lo kelmas ekan. Hop, shunda mana bu to'rtburchak uchburchak bo'yicha ishlar ekanmiz. To'rtburchak uchburchak. Chizib olaman shu to'rtburchak uchburchakni. Mana bu to'rtburchak uchburchak. Bu yoqqa to'rt, bu yoqqa. Mana bu mm, radiusga R minus kichkina bo'lakni qo'shilgan teng bo'ladi. Mana shu bo'yicha yana qilsam bo'ladi. Katta radius berilgan, shu radiusni toping. Kichkina R so'ralibdi bizdan. Hop, Pifagor teoremasiga ko'ra, qovus ochsam bu 2R minus R bo'ladi. Demak, 2R minus R kvadrati, R kvadrat kichkina radiusdan kvadratlar bermasiga teng. Bundan foydalanamiz. Shunda 2R minus R kichkina R izosi 2 bo'ladi. Va bu yoqqa o'tkazsam 2R barobar R izosi 2 plus R. Qo'shib tashqari chiqarsam izosi 2 plus 1 ekan. Bu yerda 2R. Hop, kichkina radius topadigan bo'lsam 2R ni izosi 2 plus 1 ga nima qilaman? Bo'laman. Irratsionaldan qutqaradigan bo'lsam, izosi 2 minus 1 ga nima qilishim kerak? Ko'paytirishim kerak. Mahrajda esa izosi 2 ning kvadrati minus 1 kvadrat bo'ladi. Mahraj esa 1 ekan. Demak, radius barobar kichkina radius 2 izosi 2 minus 1 kvadratining R bo'ladi. Mana javobimiz. 2 izosi 2 minus 1 ko'paytirilgan R. Bu javobga to'g'ri keladi. Masalanchimi? Shuni olib boraman. 31-masala. To'rtburchak uchburchakning tomonlari 6, 8, 10 bo'lsa, unga chizilgan ichki va tashqi aylana markazlari orasidagi masofani toping. Xo'p, aylana markazlari orasidagi masofani D deganidek, R kvadrat minus 2 R ko'paytirma. Katta radius va kichik radius ko'paytmasi. Xo'p, radius topish uchun ABC taqsim 4S dan demak, ko'rib turibdi, 6, 8, 10lar Pifagor Pifagor sonlari bo'ladi. Biz buni qo'llamasdan ham bo'lar ekan. Radius o'zi
katta tomonni yarmiga teng 10 taqsim 2 5 bo'ladi. Mana endi kichkina radius esa a plus b minus c taqsim 2 dan foydalansak bo'ladi. Xullas buni mustaqil qoldirsak bo'ladi. Pifagor sonlari ekanligini qayerdan bilaman? 6 plus 8 kvadrat 10 kvadrat bo'ladi. Demak, to'g'ri burchakli uchburchak. Shundan biz bemalol r barobar 10 taqsim 2 deb yozasak bo'ladi. Mustaqil qoldiramiz. 32-masala. Burchaklarning kattaliklari nisbati 2, 3, 7 kabi. Burchaklarni topib olamiz nisbatlardan foydalanib. 2x, 3x qo'shilgan 7x barobar 180 deymiz. Ichki burchaklari ham 180 deydi. Hop, 12x bo'ladi. 12x 180 bo'ladigan bo'lsa, x'imiz 15 bo'ladi. Bu bitta burchagimiz 30 ekan, bundan foydalansak 30 burchagimiz. Bitta burchagimiz 45 ekan, bittasi esa 100. Bu o'tmas burchakli uchburchak ekan. Hop, kichik tomonning uzunligi a ga teng ekan. Bu degani 30 gradus qarshidagi tomon degani. Shu uchburchakka tashlangan aylana radiusini toping. Demak, tushunarli. Birinchi aylanani chizib olamiz. Ana endi uni ichiga uchburchakni shunday chizamizki, o'tmas burchakli bo'lishi kerak. Mana. Mana o'tmas burchakli uchburchak. Mana burchak 105 ekan. Shunda nima aylana markazi uchburchakdan tashqarida yotadi. Hop, mana bu 30 bo'lsin. Ve bunu karşıdaki tamam A bo'ladi. Tamamı 45. Hop. A barobar 2 sinus alfa edi. Bundan foydalansak, radius topmoqchi bo'lsak, A'ni sinus alfaga bo'lishimiz kerak. Ya'ni A taqsim 2 sinus 30 gradus bo'ladi. Javobimiz A ga teng bo'ladi. A'ni o'zi chiqargan. A javob. Hop, demak, nechinchi masalani ishladik? 32-masalani ishladik. Keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. 30-masalamiz. Hop, A bo'lsa uchburchakning S uchidagi tashqi burchagi 90 gradusga, A uchidagi tashqi burchagi esa 150 gradusga teng ekan. Demak, tashqi burchaklar berilsa, biz ichidagi burchakni topish oson bo'ladi. Ichki burchagi demak, tashqi burchakka qo'shni bo'ladi. Mana bu tashqi burchak 90 ligidan to'g'ri burchakli uchburchakligini ko'rishimiz mumkin. Mana aylanani chizib olaylik birinchi. Unga endi uchburchak chizamiz. To'g'ri burchakli uchburchak biz masalan shartiga ko'ra aniqladik buni. Tashqi burchak to'g'ri burchak deyapti. Demak, ichki burchak ham to'g'ri bo'ladi. Hop. Mana bu yerdagi tashqi burchak 150 gradus ekan. Hop. Bunda mana 30 gradus ekanligi chiqadi. Hop. Mana bu radius bo'ladigan bo'lsa, markaz bo'ladigan bo'lsa, mana bu radius, bu radius 30 gradus qarshi harakati gipotenzani yarmiga teng. Mana bu tomoni ham, mana kateton radius kelib chiqadi. Bizda mana bu A, mana bu S. O'z-o'zidan bu to'g'ri bo'ladi. Hop, agar shu uchburchakning eng kichik tomoni 12,5 bo'lsa, demak eng kichik tomoni 30 gradus qarshidagi tomon bo'ladi. 12,5 bo'lsa, unga tashlangan aylana diametrini toping. Diametr berdi, radius kelib chiqdi 12,5, 2 ko'tarilgan 12,5. 25 bo'ladi deb javob. Bu javob bo'ladi. 30 gradus qarshidagi katet gipotenzani yarmiligidan foydalanamiz. Keyingi masalamiz 34-masala. A bo'lsa to'g'ri burchakli uchburchakning A o'tkir burchagi bissektrissasi BS tomoni uzunliklari 2 va 4 ga teng kesmalarga ajratadi. Bu uchburchakka tashlangan aylana radiusi topilsin deydi. To'g'ri burchakli uchburchak ekan. Aylana chizib olaylik. Bunga to'g'ri burchakli uchburchak chizamiz. To'g'ri burchakli uchburchak.
A o'tkir burchagi bistritsasi. Burchak bistritsasi chizsa, mana bunaqa xroq chizishga harakat qilaman. Bu xroq chizishga harakat qilaman. Hozir shu markaz. Bistritsani o'tkazamiz. Mana bistritsa. Mana burchaklar teng bo'ladi. Mana bu 2 ekan, mana bu 4 ekan. Bu degani bitta katetning uzunligi 6 ga teng ekan. Hop, bu uchburchakka tashlangan aylana radiusi so'ralyapti. Hop, mana buni x desam, buni bunaqadan foydalanamiz. Bistritsani xossasidan x ni 2 ga nisbati 2 ni 4 ga nisbatiga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadi. X taqsim 2r barobar taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, qisqartirib olsak, x radiusga teng kelib chiqadi. X radiusga teng kelib chiqadi. Hop, endi foydalansak, mana buni radius deb oladigan bo'lsak, Pifagor teoremasini qo'llaymiz. Radius kvadrati plus 6 kvadrati barobar 2r kvadrat. Gipotenzani kvadrati. Hop, oxirigacha olib boraylik. 4r kvadrat. Bu tomonga o'tkazsam 3r kvadrat bo'ladi. Radius kvadrati 36 teng bo'ladi. 3 ga qisqartirib olsak, radius kvadrati 12 bo'ladimi? Radius o'zi 2 izosi bo'ladi. 2 izosi masalamiz ichida avjod. Bu bistritsani xossasidan foydalanib, mana bistrits. Keyingi masalamiz 35-chi masala. Bir burchagi 150 gradus bo'lgan uchburchakka tashlangan aylananing radiusi 1 ga teng ekan. Hop, uchburchak katta tomoni uzunligi hisoblanmoqda. Hop, aylana chizib olaylik. Bunga o'tmas burchakli uchburchak chiza olamiz. Chunki burchagi mana xroq chizishga harakat qilamiz. Mana mana burchak 150 gradus. O'tmas burchakli bo'lgan aylana markazi uchburchakdan tashqarida yotadi. Hop, aylana radiusi 1. 1 ga teng deydi. Uchburchak katta tomoni uzunligi so'ralyapti. Bu oson bo'lib qoldi. Pastdagi burchakning hop, a barobar sinus alfadan foydalansak bo'ldi. Bitta formulaga kelib chiqadi. Radius bor, alfa ham bor. 150 gradus. Bu degani 2 ko'paytirilgan taqsim 2 degani. Bularni hisoblab tam 1 ga teng. Ajoyib, radiusga teng qolyapti. Uzunlik. Buni katta chizyapmizda. Bir ochilish kerak uchburchak. Hop, mayli, 35 ketdi. Ana endi 36 ga o'tamiz. A biz uchburchakning A burchagi 45, biz tomoni. Hozirgi masalamiz o'zi. Mustaqil ishlashga qoldirsak bo'ladi. Bitta o'sha formuladan kelib chiqadi. Keyingisi uchburchakning kichik tomoni 3 ga, unga tashlangan aylana diametri esa 3 izosi 2 ga teng. Uchburchakning kichik burchagini taxmin qiling.
Bizganimizda shu hozirgi formulaga tushadigan masala bo'lib qoladi. Mustaqil ishlashga qoldirsak bo'ladi. Keyingi masalamiz 38 masala. Uchburchakning tomonlari uzunliklari 10, 13 va 17 ga teng. Bu uchburchakka tashlangan aylana markazi qayerda bo'lishini toping. Bu formulamiz bor edi. Kichik tomonlar kvadratlarining yig'indisidan katta tomon kvadratini yig'indisi kvadrat ayrilganda noldan katta bo'lsa o'tkir. A kvadrat plus B kvadrat minus C kvadrat noldan kichik bo'lsa o'tmas. Agar kichik tomonlarning kvadratlarini yig'indisidan katta tomon kvadratini ayirsa teng bo'lsa to'rtburchakli bo'ladi. Shunga qarab biz aylana markazi qayerdaligini aytsa bo'ladi. O'tkir bo'lsa uchburchakning ichida bo'lardi. O'tmas bo'lsa uchburchakning tashqarisida bo'lardi. To'g'ri bo'lsa uchburchakning tomonida bo'ladi. Ya'ni gipotenuzasida. Hisoblab ko'ramiz endi. 10 ning kvadratiga 10 kvadratini qo'shib 12 ning kvadratini ayirib ko'ramiz. 10 ning kvadrati 100 bo'ladi. 13 kvadrat 169 bo'lsa 289. Hisoblasak 169 dan 269 dan 289 ga olamiz. Bu minus 20 chiqadi. Bu 0 dan kichik o'tmas burchakli uchburchak. O'tmas burchakli uchburchak bo'lsa, uchburchakdan tashqarida bo'ladi. Tashqarida uchburchak tashqarisida bo'lsa sojak. 38 tushunarli bo'lgan bo'lsa, endi 39 ga o'tamiz. Hop. ABC uchburchakning S chiqadi. Seçtiği tashqi burchak ishladi shekilli. Nima qilamiz? Bak, nechinchidir masala tepada hozir. Mana 33-masala ekan. 33-masalaga o'xshash masala ekan. Mustaqil ishlashga qoldirsak bo'ladi. 33 ga o'xshaydi. O'zini bilmaymiz. Keyingisi 40-masalamiz. To'rtburchakli uchburchakka tashlangan doira yuzi 49 pi ekan. S barobar pi r kvadrat barobar 49 pi bo'ladi. Radius kvadrat barobar 49 bo'ladigan bo'lsa, radius 7 ga teng. Tashlangan doiraning radiusi 7 ga teng bo'ladi. Chizilgan doiraning yuzi pi r kvadrat 9. Radius kichkina radius kvadrat 9 bo'ladigan bo'lsa, kichkina radiusimiz 3 bo'ladi. Shu uchburchakning yuzini toping deyilgan. Hop. Uchburchak yuzini topish uchun bizda taqsim 2 a foydalangan boydan foydalanamiz. Hop. Mana endi qanaqa qilib bog'lasak bo'ladi. Hop, bundan ko'rinadi. S2 katta radius bo'lgani uchun 14 ga kelib chiqadi. Buni ma'lumot yozsak bo'ladi. Radius a plus b minus c taqsim 2 dan foydalansak, a plus b c ni o'rniga men 14 ni qo'yaman-da, barobar bu 6 bo'ladi. Shunda a plus b bizda 20 bo'ladi. A plus b ni topdik. Endi mana shundan foydalanamiz. Ikki tomonni kvadratga oshirsam, a plus b ni kvadrat barobar 20 ni kvadrat. Kvadratga oshirganda nima bo'ladi? A kvadrat plus 2ab plus b kvadrat barobar 400 bo'ladi. Hop. Endi a kvadrat plus b kvadrat bizda gipotenuzani kvadratini berarmidi? Bundan foydalansak, c kvadrat plus 2ab barobar 400 bo'ladi. C bizda 14 midi? 14 kvadrati bo'ladi. 2ab ni topish uchun 400 dan 196 ni ayirishimiz kerak. Shunda 2ab bizda abi birdaniga hisobladik. Bu 204 bo'ladi. A esa 102 bo'ladi. Mana endi esa uchburchakning yuzini topsak bo'ladi. Endi taqsim 2 A o'rniga 102 ni qo'ysam, javobim 102 bo'ladimi? 51 bo'ladi. Hop. Simiz D javobi. D javobi bo'ladi masalan.
Mana, tushunarli bo'lgan bo'lsa 41 ga o'tamiz. Radius 5 ga teng bo'lgan doiraga to'rtburchak uchburchak chizilgan. Radius 5 ga teng ekan. Shu demak ipotimizdagi bu degani 5 bilan hop, shu uchburchakka chizilgan doiraning radiusi 1 ga teng. Chizilgan doiraning radiusi 1. Hop, uchburchakning yuzi topilsa. Hozirgi masalaning o'zi ekan-ku. Mustaqilcha qoldirsak bo'ladi. Yana o'sha a plus b minus c taqsim 2 barobar kichkina radius deb bog'lasak bo'ladi. Hop, 42-chi masalamiz. Burchakning ikkita burchagi 45 gradusdan. Demak, bu degan teng yo'l to'rtburchak uchburchak. Bunga tashlangan aylananing radiusi 8 ekan. Hop, demak, agar teng yo'l to'rtburchak uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana undan bog'lasak, s a izosi 2 bo'ladi. Hop, bu 2r degani. Ya'ni 2 izosi 8 degani. Hop, a izosi 2, to'rt izosi 2 degani. Izosi 2 kelsa a to'rtlik kelib chiqadi. Hop, shu uchburchakning perimetri so'raladi. S bor bizda. S to'rt izosi 2. Perimetr a plus s. Ya'ni 8 plus 4 izosi 2. Shu javob bormi? To'g'ri chiqarib olish kerak ekan. To'g'ri chiqarib olsak, demak, bir javob keladi. Masala juda ham oson ishlaydi. Teng yo'l to'rtburchak uchburchakdan foydalanib, to'rtburchak uchburchakka tashlanganda, radius diametr hipotenuzga tengligidan foydalanadi. Keyingi masalamiz 43-chi masala. Uchburchakning uchlari unga tashlangan aylana to'la yoyni 1, 2, 3 nisbatda bo'ladi. Buni qanday tushunamiz? Mana endi qani o'tkazib olaylik, aylanani chizib olamiz. Hop, mana endi mana x deyapti. 2x. Mana 3x deyapti. Hop, mos ravishda mana 1,5x uchburchak burchaklarni topish imkoni bo'ladi. Hozir x qo'shilgan 2x qo'shilgan 3x desam, bu 360 ga tenglashtiradi. Chunki butun aylana yoyini 360 gradus bo'ladi. Hisoblasam 6x barobar 360 bo'ladi. X esa 60 gradus. Bu degani x qarshisidagi burchak 30 gradus degani. Mana alfa desam, desam, mana buni gamma deb olaman. Alfa x taqsim 2, ya'ni 30 gradus. Bu yerda 2x taqsim 2, 60 gradus. Demak, to'rtburchak uchburchak chizilgan ekan ichiga. To'rtburchak uchburchak chizamiz. To'g'ri. Shunda mana bu 2x bizda mana bu x, mana bu 3x. Mana bu 30 gradus bo'lyapti. Alfa bo'lyapti. Bu beta, mana gamma. Hop. Endi nimalar bor? Shu uchburchakning eng kichik tomoni bizda mana bu a tomon bo'lsin. Mana a. A 4-darajali isosida 6 ga teng. Hop, a ko'rinib turibdi. Nima tomonda turibdi? 30 gradusli qarshidagi tomonda turibdi mana. 30 gradus qarshidagi tomonda bo'ladigan bo'lsa, u holda s, ya'ni 2 bizda 2a bo'ladi. 2 4-darajali isosida 6 bo'ladi. Bunda radius kelib chiqadi. Radius barobar. Radius ham 4-darajali isosida 6 ga teng. Hop. Uning yuzini toping deyapti. A ni topdik. Ana endi buni topib olishimiz kerak ekan. B barobar
s'ni kvadratidan a'ni kvadratini ayiraman. Ya'ni 2 4 darajali yozasi 6 kvadratidan 4 darajali yozasi 6 kvadratini ayirishim. Hisoblasam 3 4 darajali 4 daraja ketadi 6 buqani o'zi izosi 6 o'zi qoladi. Chunki kvadrat bilan sanab ketadi. Xullas bu 4 darajali yuzasida 54. Ichkari kiritib yuboraman va uni 50 ga olaman. Demak, nima hosil bo'ldi? A bizda 4 darajali yuzasi 6 edi. B esa 4 darajali yuzasi 54 bo'ldi. Yuzani topadigan bo'lsak, uchburchak yuzi 1/2 AB to'rtburchak uchburchak bo'lgani uchun 1/2 600 darajali 400 darajali yuzasidan 400 darajali yuzasi 6 ni 400 darajali yuzasi 54 ko'paytirishimiz kerak. Hop. Bitta ildizni kiritib olsak bo'ladi. Barobar 1/2 bitta ildizni kiritib olamiz. 6 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 4 hop. Bu degani 18 kvadrat ekan. 1/2 18 kvadrat. Ildiz bilan kvadrat kelsa 4 daraja. 2 yuzasi 18 kvadrat. 18 dan 2 yuzasi 3 yuzasi 2 chiqadi. 3 yuzasi 2 chiqadi. 1,5 yuzasi. 3 yuzasi 2. D javob. Masalamiz yechimi D javobga to'g'ri kelyapti. 44-masalamiz. 44-masalamiz uchburchakka tashlangan aylananing uzunligi 7 piga teng, uchburchakning katta tomoni aylananing diametriga teng bo'lsa, to'rtburchak uchburchak ekan. Uning katta burchagidan tushirilgan mediasini uzunligi. Demak, to'rtburchakli uchburchakning medianasi gipotenuzani ayirgan teng bo'ladi. Bu radiusga teng ekanda, biz mana aylana uzunligidan formuladan radius topib olib, osongina topishimiz mumkin. Ishlashga qoldiraman. 45-masalamiz. Uchburchakning tomonlari 5, 7 va 8 ga teng. Uchburchakka tashlangan doira yuzini toping. 5, 7, 8 teng edimi? 25 ga 49 ga qo'shsak, oshib ketib qolar ekan. Oshib ketib qolar ekan. Uchinchi shu tomoni berilsa, radius topish formulasidan foydalanamiz. ABC taqsim 4S. Mustaqil ishlaymiz. Uchburchakning yuzida Giron formulasidan foydalanamiz. Tepada bunaqa masala ishladik. O'shandan foydalangan holatda perimetrda yarim perimetr. Mustaqil ishlatib qoldiramiz. Radius topib olib, per kvadratni hisoblasak bo'ladi. Radiusni mana bu yerda mustaqil ishlashga qoldirdik. Keyingi masalamiz. 46-masalamiz. Burchakning burchaklaridan biri 60 gradus, uni tashlangan aylana radiusi 7 yuzasi 3 ga teng. Chiqishtirgan aylana radiusi yuzasi 3 ga teng. Burchakning yuzini toping. Hop. Ishlashga harakat qilamiz buni endi. Hop. Burchaklardan biri 60 gradus ekan. Bu tashlangan radiusi 60 yuzasi 3 ga teng. Birinchi kichikroq aylana chizib olamiz deb unga uchburchakning tashqi chizamiz. Nimaga desak, buni topsa bo'ladi bizda. Demak, radius barobar a taqsim sinus alfa edi. Radius berilgan ekan bizda. A ni topish imkoni beradi. A barobar 2 sinus alfa. Hop, radius berilgan sinus alfa 3. Sinus alfa 3 sinus 60 gradus.
Bundan foydalansak barobar import taqsim izosi 3 ko'paytirilgan izosi 3 taqsim 2. Izosi 3 ketsa ketsa. Ushbu 60 gradus qarshidagi tomon yettiga teng. Hop. Taqsimga aylanani qo'tirmayman. Birdaniga uchburchakka chizilgan aylanani keltiraman. Bu degani aylanaga uchburchak tashlanadigan bo'ladi. Hop, mana uchburchak 60 bo'lsin. Shunda mana bu tomonni bitta qilamiz. Hop. Endi ichki chizilgan aylana radiusi 103 teng ekan. Mana buni 103 desam, va o'tkazsam 30 gradus. Chunki 5 kirsa bo'lgandan keyin mana 30 gradus bo'lib qoladi. 30 gradus qarshidagi gipotenuzani yarmiga teng edi yoki mana buni topa ola qolaman. Hop. Bunda o'tkazsam mana x bo'lsa, mana buni topa olaman. Y ni. To'rtburchak uchburchak bo'ladi. Demak, qarshidagi kattadan ochgan kattaga nisbati bo'ladi. Tangisi 30 gradus. Izosi shunga nisbati. Hop. Tangisi 30 gradusda izosi 3 taqsim 3. 1 barobar. Izosi 3 ni 1 taqsim izosi 3 ga bo'lishim kerak. Bo'ladi. Y 3 chiqadi. Y 3 ga teng bo'lyapti. Hop. Bunda mana bu ham 3 bo'ladi. Shunda bu x bo'lsa, bu 7 x bo'ladi. Bu ham 7 x bo'ladi. Hop, uchburchakning yuzini toping deyilganmi? Yuzi a plus b plus c taqsim 2 ko'paytirilgan r. Biz hozir radius topsak, radius bor, uchala tomon topsak bo'ldi. Hop, hozircha bizda bitta tomoni bor. A 2 ga tengligi bor xolos. Mana endi b c larni topamiz. B c larni topish uchun bizani bundan foydalansak bo'ladi. Hop, perimetr topib olamiz. Qanaqa bo'ladi? 3 perimetr barobar 3 qo'shilgan x qo'shilgan yana x qo'shilgan 7 minus x qo'shilgan 7 minus x qo'shilgan 3. Hop, mana bu bizda a mana bu ham m. Bu bizda b bo'lyapti. Mana bu b bizda. Mana bu a. Mana bu c. Hop, hisoblaydigan bo'lsak, mana bu x larni ketar ekan. Bizda 2 ta 7, 2 ta 3 qolyapti. Ya'ni 20 bo'lyapti. Bo'ldi. 5 uchburchakning yuzini topish oson bo'lib qoldi. 20 taqsim 2 ko'paytirilgan 3. Izosi 3 deyadi. 20 ga bo'lsa 10 izosi. 10 izosi 3 nomda demak A javob turadi. Hop, keyingi masalamiz 47-masala. To'rtburchakli uchburchakning perimetri va yuzasi bir xil son. Perimetri va yuzasi bir xil son ekan. Ya'ni 24 ekan. Bu degani A plus B plus C ham 24 taqsim 2 A ko'paytirilgan B 24. Hop, shu uchburchakka tashlangan doira yuzini toping. Hop, doira C taqsim 2 ga teng. Radiusi x barobar doira yuzi f kvadrat. Shu so'raladi. Hop. Mana bunday. Nima sistemasini yechishimiz kerak. Bu tomonga o'tkaza massani A plus B minus C bo'ladi. Buni A bo'lib 8 deb chiqadi. Birinchi ikkalasini kvadratga oshirib olsam, ya'ni A plus B kvadratga 24 minus C ni kvadratga oshirishim kerak. Shunda A kvadrat plus 2A plus B kvadrat
576 minus 48'si s kvadrat bo'ladi. Mana bu ikkalasini tashlab yuborsak bo'ladi. Chunki to'g'ri uchuvchi bo'lgani uchun buni tashlab olish mumkin. Ikki ko'p aytilgan A buni o'rniga 48 qo'yib yuboraman. Barobar 576 ayrilgan 48. 48 ni topishim uchun 576 dan 96 ni olishim kerak bo'ladi. Shunda 48 barobar bo'ladi. Hop, necha bo'ladi bu? Ketsa 480 eksi 10 tenglik bo'lib chiqdi. Hop, 10 topgan bo'lsak, buni radius kelib chiqadi. Radius 10 taqsim 5 bo'ladi. Bizda 25 bo'ladi. To'g'rimiz. Doiramiz 25 bo'lib chiqdi. Mana 25 ni ajoyib turibdi masalamiz uchun ajoyib. 48 masalamiz. Uchburchakning tomonlari bir unga tashlangan aylananing diametridan iborat. Xo'p, burchakning eng kichik balandligi qarama-qarshi tomonlar uzunliklari 9 va 16 ga teng deyilyapti. Balandlik berilyapti va unga qarama-qarshi tomoni 16. Keyin kesmalarga ajratadi. Katetlarning gipotenuzadagi proyeksiyasi bo'yicha masala ekan. Shu uchburchakning eng kichik tomoni topildi. Sizlar ishlashga qodirlik. Qiyin masala emas. Keyingi masalamiz 49-masalamiz. Aylana vatarining uzunligi 10 ga teng. Shu vatarning bir uchidan aylanaga urinma, ikkinchi uchidan esa urinmaga parallel qilib kesuvchi o'tkazilgan. Chizishga harakat qilamiz. Birinchi aylanani chizib olaylik. Vatari 10 ga teng ekan. A bu vatarning. Vatarning uzunligi 10 ga teng. Shu ABning uzunligi bizda 10. Hop. Shu vatarning bir uchidan aylanaga urinma o'tkaziladi. Urinma o'tkazdik. Ikkinchi uchidan esa urinmaga parallel qilib kesuvchi o'tkaziladi. Mana kesuvchi. Hop, kesuvchi o'tkazildi. Agar shu kesuvchining aylana ichidagi kesmasining uzunligi mana bu yerda S desam, A'si 12 ga teng bo'lsa, aylana radiusini topiladi. Parallel bo'lganda 10 bo'lsa, bu ham 10 bo'ladi. Ya'ni mana bu 12. Hop. Aylana radiusi so'ralyapti. Xo'sh. Teng uchburchakning formulamiz bor, o'shanga tushyapti ekan. Mana. Aylana. Mana uni bu yoqdan yozib qo'yaman. Ichkaridan emas, tashqaridan yozaman. Mana. Radius mana bu yerda bo'ladi, 12. To'g'ri uchburchak. Mana formulamiz bor-ku, o'shanga qo'ysak bo'lar ekan. Так. H minus R kvadrati plus A taqsim 2 kvadrat barobar. Tak. Mana kvadrat barobar radius bo'ladi. Mana shuni qo'ysak bo'ladi. Hamma narsa bor deyarli, bemalol foydalansak bo'ladi. Oldin balandlikni topib olinadi-da. Balandlik oson bo'lib qoladi mana, chunki mana bu yoq 10 bo'lib, mana 6 bo'ladi. Yarmi-ku, mana balandlik bo'ladi bizda. Balandlik 8 ga teng. Hamma narsa bor. Bemalol radius topish imkoni bo'ladi. Masala sharti mustaqil ishlashga qoldirsak bo'ladi. 50-masala. ABC'ga parallelogram. BD diagonali 2 ga teng ekan, C burchagi 5 ga olsak.
CD tomon D nuqtada ABD uchburchakka ters chizilgan aylanaga urinadi. Parallelogram yuzini toping. Buni yana aylana chizib olamiz. Mana endi parallelogramni shunday chizamanki, D nuqtada CD tomonga urinadi deyapti. Mana D nuqtada mana bunisi bizda mana A bu B ekan. Mana shunaqa parallelogram ekan. Bunday. Hop, bu degani mana bu perpendikulyar degani. Hop, mana bu 45 bo'lsa, bu ham 45. C burchak, mana mana C 45 bo'lsa, mana bu A ham 45 bo'ladi yani. Mana bu hammasi 135 bo'lsa, mana bu ham 45 bo'ladi. Bu bilan bu teng ekan. Va bizda B'da diagonal bor, bu 2 bo'lsa, mana bu ham 2 bo'ladi. Hop, ABT uchburchak tashlangan aynaga urinadi. Parallelogram yuzi so'raladi. Hop, parallelogram yuzini topish uchun biz endi mana bu mana topsak bo'ldi hozir. Hop, bu 2 bo'lsa, mana bu ham 45 bo'ladi. Unda mana bu ham to'g'ri burchak bo'lib qolar ekan. Bu ikki ilzosi tugilgan. Hop, parallelogram yuzi AB sinus alfa edi. Hop, A 2 ilzosi 2 bo'lyapti. B 2 bo'lyapti. Mana burchak esa 45 kerak. Buni foydalansak bo'ladi. Demak, barobar yani 2 ilzosi 2 ko'paytirib 2 ko'paytirib sinus 45 gradus. Bu esa 4 ilzosi 2 45 gradus ilzosi 2 taqsim 2 qisqarib ketsa, bularni emas, mana bu hisobga boshlangan. Mana 2 bo'ladi, bu ham. Javobimiz 4 chiqadi. Ajoyib. Va keyingi masalamiz. Ha, tugabdi. Xo'p, demak, uchburchakka aylana tashkil chizilganda shu mavzuga tegishli bo'lgan barcha masalalarni ishlab bo'ldik. Demak, shu yerda to'xtatamiz. Keyingi mavzumiz albatta keyingi video dars bo'ladi. Hozircha shu yerda to'xtatib xayrlashamiz. Keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'linglar. Evet, yakaladık.